Allah Teala bu ayette ailni er kishi uningda aram topadigan, xotirjamlik his qiladigan, huzur oladigan bir aramgah, huzurgah deb sifatlaydi. Ayollarning eriga hurmat qilishi birinchi bo'lib eriga itoat qilishida aks etadi. Ya'ni qandaq bir ayol eriga itoat qiladi ekan, bu eriga hurmat qilgan bo'ladi. Oila degan maktab degan gap. Ota-ona er ayol bu maktabning o'qituvchilari. Farzandlar bo'lsa Allohning bu maktabga bergan omonatlari. Ya'ni Allohning omonat o'quvchilari. Shuning uchun yangi to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar zihnida shuni hozir qilish kerakki, men turmush qurish orqali bir maktab ochmoqchi. Men u maktabning o'qituvchisi bo'lmoqchi, o'qituvchi vazifasini ustimga olmoqchi deganda buni esda tutish kerak. Bilginimizdek şeytan iblis bizning iymonimizni qo'g'daydigan, axloqimizni himoya qiladigan, fikrimizni har xil dinsizlik shavqolaridan qo'g'daydigan qo'rg'onlarimizga qattiq hujum qilish orqali bizni iymonni suslashtirish, axloqiy jihatda pushaklash va fikriy jihatda iymondan yondirish uchun dushmanlik qiladi. Bu sababdan bizning iymonimizni qo'g'daydigan, axloqimizni himoya qiladigan, fikriy jihatda bizni iymonda mustahkam qiladigan oilamiz shaytonning eng chong dushmani. Shayton oilamizni yiqish uchun eng qattiq dushmanlikni qiladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda inne şeytanı yada'u arşehu alel ma yeb'asu serayahu. Şeytan özünün taxtini sunun üstüge qo'yadi. Ondan keyin o'zining shaytonlarini, ya'ni askarlarini avatidi. Shaytonning askarlari kishilarning orasiga tarqalib, ularning tumurida eqib, ularga vasvasa qilib, ularga gunoh ishlatkizadi, yomon ishlarni qilg'izadi. Lekin shayton faqat birisidan intayin xushal bo'ladi. U bo'lsa-mu, sen nima ish qilding deb so'raydi. O, men bir oilani buzdim desa, ni'ma anta, sen nihoyat bir yaxshi qilding deb uni maqtaydi. Demak, shayton eng chong dushmanligini bizning oilamiz qiladi. Bizning oilamizni vayron qilish uchun turli yillarni qiladi. Ayolga vasvasa qilib, eriga dushman qiladi. Eriga vasvasa qilib, erining ko'zida ayolni sat ko'rsatadi. Qandoq qilsa qilib bir oilani buzsa, u musulmonlarning qo'rg'onidan bir qo'rg'onni yiqqan bo'ladi. Shuning uchun har bir musulmon oilaning axloqini bilishi kerak. Oilaning bir qo'rg'on ekanligini esidan chiqarmaslik kerak. Oilaning farzandlarining tunji maktab ekanligini esidan chiqarmaslik kerak. Oilaning erlar uningda qalbini huzur topqizadigan bir huzurxona ekanligini unutmaslik kerak. Oilaning ayollar uningda bexatarlik his qiladigan, bexatarlik sepil ekanligini bilishi kerak. Chunki bugungi kunimizda dindan yiroqlashish, axloqiy jihatda chiriklashish, fikriy jihatda puchaklash keng tarqalgan bir davrda bizni mana shunday iymoniy susluqdan, axloqiy chiriklikdan, fikriy jihatdagi puchaklikdan qo'g'daydigan birdan bir qo'rg'onimiz va shundaqla avlodimizni himoya qiladigan birdan bir qo'rg'onimiz bizning oilamiz. Lekin realligimiz qaraydigan bo'lsak, farzandlarimizning tunji maktab bo'lgan bu oilamizdan mehr shafqatsiz, vijdonsiz, na millat g'ami yo'q, na din g'ami yo'q, faqat o'yin tomosha, mushu dunyoning xushalligini izlaydigan bir bo'lib farzandlarning yetishib chiqayotganligini ko'ryapmiz. Nima uchun? Chunki biz bugungi kunimizda oilamizni Alloh taolo bizning buyurgandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga ko'rsatgandek haqiqiy islomiy oila qilmadik. Agar biz oilamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga ko'rsatgandek, Alloh taolo bizga buyurgandek haqiqiy ma'nosi bilan quralgan bo'lsak, bugungi kunda biz ushurgan nurg'ulg'an masalalarimizni, farzand tarbiyasidagi nurg'ulg'an qiyinchiliklarimizni bizning oilamiz hal qilgan bo'ladi. Biz oilaning mohiyatini bilmagachga, yangi to'y qilganlar orasidami ajrashish nihoyat ko'payib shaytonning bizga hujum qilishi texam osonlashyapti. Shuning uchun bugungi kunda har bir musulmon yangi to'y qilmoqchi bo'lsin, yoki to'y qilib bo'lgan bo'lsin, ko'p bolasi bulab bo'lgan bo'lsin, o'zining oilasiga bir qarab chiqib, men haqiqiy islomiy oila qurvatandim yoki turmush qurdimmi, buniga bir qarab chiqish kerak. Chunki bir musulmon o'zi musulmon bo'lgandek oilasi bir islomiy oila bo'lishi kerak. U haqiqiy shaklda islomiy oila bo'lgan vaqtda u oiladan haqiqiy yaramliq avlodlar yetishib chiqadi. Agar biz undoq qilmay oilani er ayol birga kelib bilan qo'yadigan bir turmush deb qarasak, u oila o'zining haqiqiy xizmat funksiyasini yo'qotadi. Agar oila xizmat funksiyasini, ya'ni haqiqiy rolni yo'qotsa, har kishi u oiladan huzur ololmaydi. Ayol kishi u oiladan xotirjamlik, bexatarlik tuyg'usi emas, aziyat yeydi. Shundaqla farzandlar u oiladan mehr muhabbat emas, vijdonsizlik, birisi-birisiga ich og'rimaydigan vafosizlikni o'rganadi. Shundaqla biz erlar oiladan huzur ololmagan vaqtimizda dunyoda hech bir narsadan huzur ololmaymiz. Ayol kishi oilasidan, yo'ldoshidan xotirjamlik his qilolmasa, oltin, kumushlari va har qanday boshqa bir narsadan bexatarlik tuyg'usini ololmaydi. Farzandlar oiladagi mehr shafqatdan mahrum qolsa, u bo'shliqni bundan keyingi hech qanday bir narsa to'ldira olmaydi. U bolalardagi sevgisizlik, mehr muhabbatsizlik ularning keyingi hayotiga nihoyat zo'r ta'sirlarni olib keladi. Oilamizdan mehrsiz, vafosiz bolalar yetishib chiqdi deganlik, jamiyat vafosizlashdi, rahimsizlashdi deganlik. Chunki bizning oilamizdan chiqqan bolalar mushu jamiyatda yashaydi. Shuning uchun oilamizni asli mohiyatiga qaytib, Alloh taolo bizni talab qilgandek haqiqiy islomiy oila qurdik va shundaqla oilamizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga ko'rsatgandek haqiqiy islomiy oila qildik deganligimiz jamiyatimizni islomiy jamiyatga o'zgartirishga tuhfa qo'shdik deganlik. Shuning uchun bir jamiyatning isloh bo'lishi shaxsdan va oiladan boshlandi. Ondaqda bir musulmonga nisbatan islomdagi haqiqiy oilaning mohiyati nima? Oilaning mohiyatini Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Allohning mo'jizalarining qatoridan shuki, Allohning bo ekanligini ko'rsatgan alomatlardan birisi shuki, sizlarning o'zinglarning ichidan, ya'ni insonlar tipidan bizning bir juftimizni yaratib, bizni, ya'ni erlarni u ayollar orqali aram topadigan, huzur oladigan oiladan iborat bir muassasani yo'l qo'yganligi
Allohning bor ekanligiga ishorat qilgan bir alomatlarning birisi deydi. Demak, Alloh taolo bu oyatda oilni er kishi uningda aram topadigan, xotirjamlik his qiladigan, huzur oladigan bir aromgoh, huzurgoh deb sifatladi. Er kishi oilda kim orqali aram topadi, kim orqali huzur topadi? Litaskunu ilayha. U ayol kishi orqali huzur topadi. Ayol kishi orqali aram topadi. Demak, bir oilaning huzurli bo'lishida, xushal bo'lishida va shundaqla erlarning oilasiga kirgan vaqtida u oilaning xushallik topolishida ayollar nihoyat muhim rol o'ynaydi. Darvaqa hayotimiz qarab qoladigan bo'lsa, er kishi uyga kirsa, ayol kishi xushallik bilan uni qarshi olsa, u oiladan xushallik topadi. Aksicha er kishi uyga kirsa, ayol kishi qapqa turib, uylar qalaymaqan, maynat pokiz bo'lmasa, er kishi u uydan huzur ololmaydi, ko'ngli bearom bo'ladi. Va shundaqla erlar sirtda har xil narsalarga uchraydi, qiyinchiliklarga uchraydi. Hatto ba'zilari uylarga halol rizq akirman deb xilma-xil qiyinchiliklar, haqoratlar va aziyatlarga uchrashi mumkin. Uy bo'lsa, erning dal ana shundaq jarohatlarini saqaytiradigan, uning jarohatlariga malham bo'ladigan bir shifoxonadir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayoti qarab qoladigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Alloh yo'lida kishilarni da'vat qilaman deb sirtga chiqqan vaqtida mushriklardan ajoyib aziyatlarni yetdi. Tuhmat qilinatdi, haqorat qilinatdi, qalbi jarohatlanatdi. Bu jarohati nada shifo topatdi? Uyga kirgan vaqtida shifo topatdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam uyga kirgan vaqtida ayoli uningga bo'ldi qiling, o'zingizni asrang demasdan, ey Muhammad, siz Allohning elchisi, siz haqiqat ustida Alloh sizni rasvo qilmaydi, siz mustahkam turing deb xuddi bir psixologga o'xshash payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qalb jarohatlariga malham bo'ladi. Demak, oila mana shunday erlar qalbidan shifo topqizadigan bir shifoxona. Shuning uchun yanada turmush qurmoqchi bo'lgan qizlar va yoki turmush qurib bo'lgan ayol hemşirelerimiz o'zlarini bu shifoxonaning bir sestrasi, bir doktori deb qarashi kerak. Va shundaqla turmush qurgandan keyin va yoki turmush qurib bo'lganlar o'zining oilasini mana shunday shifoxonaga, ya'ni yo'ldoshining qalbi uningda xushallik topadigan, huzur oladigan, jarohatiga malham bo'ladigan shunday shifoxona aylantirgan vaqtida ondan keyin haqiqiy islomiy oila qurish uchun bir qadam atgan bo'ladi. Va shundaqla oila ayollar uningdan bexatarlik tuyg'usini oladigan, xotirjam bo'ladigan, qalbi arom topadigan ayollarning qo'rg'oni. Bu sababdan erlar ayollar qarta bexatarlik tuyg'usi berishi, sirtdagi besimlarni uyning ichiga elib kirmasligi, ularni xotirjam qilishi, ularga xushallik bag'ishishi kerak. Va shundaqla ularga muloyim bo'lishi kerak. Mana shunday qilgan vaqtida, ya'ni ayol kishi oilani bir ko'ngil huzurxonasiga aylantirgan vaqtida, er kishi ayoliga muloyim bo'lib, sirtning besimini uyga akirmay, uyni bir huzurli muhitga aylantirgandan keyin haqiqiy islomiy oila qurilgan bo'ladi. Bundaq oilada herib charchab kirgan er kishi harduqini chiqib ketadi. Ayollar bo'lsa, hargiz o'zini g'arib his qilmaydi, yolg'iz his qilmaydi, o'zini bechora his qilmaydi. Farzandlar bo'lsa, mehr muhabbatga tuyib cho'ng bo'ladi. Mehr muhabbatga tuyib cho'ng bo'lgan bolalar vijdonliq, vafoliq insonlar bo'lib yetishib chiqadi. Aksi oila bu xil rolni yo'qotsa, oila bir azobgohga aylanadi. Ya'ni erlar undan huzur ololmaydi. Ayol kishi bo'lsa bechora, g'arib bo'lib qoladi. Farzandlarningki bo'yni qisiq bo'ladi. Shundaqla mehr muhabbatga to'ymaydi. Mehrsiz, so'ygisiz cho'ng bo'ladi. Mehrsiz, so'ygisiz cho'ng bo'lgan farzandlar qiz bo'lsa, cho'ng bo'lgan vaqtda asalla yot erlarning keyiniga kirib ketadigan. O'g'il bo'lsa, vafosiz, vijdonsiz cho'ng bo'ladi. Mana bu sababdan shayton oilamizni yiqish va yoki ma'naviy jihatdan yiqish, ya'ni oilaning haqiqiy ma'nodagi rolini yo'qotish orqali farzandlarimizni baxtsiz, bizni o'zi tushkun va qayg'uga mubtalo qilish orqali dunyo va oxiratlik baxtimizni tatib olmoqchi bo'ladi. Shuning uchun har bir musulmon shaytondan qo'g'daydigan, qo'rg'on bo'lgan bu oilani haqiqiy ma'nosi bilan huzurli shaklda qurish uchun qo'ldan keladigan hamma ishlarni qilish kerak. Va shundaqla buni eng chong ibodat deb qarash kerak. Va shundaqla bir jamiyatni musulmonlashtirish, islomlashtirish uchun qo'shgan bir tuhfa deb qarash kerak. Shaytonning oilamizni yiqishiga va ma'naviy jihatdan oilamizning haqiqiy islomiy oilalikdan iborat bir rolni yo'qotishiga asla yo'l qo'ymasligimiz kerak. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? Buning uchun birinchidan uyimizda har kuni Qur'on o'qilishi kerak. Bo'lib Sura Baqara o'qilishi kerak va shundaqla Ayatul Kursi o'qilishi kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Sura Baqara o'qilgan yerda shayton bo'lmaydi dedi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qandaq bir uyda 3 kun Sura Baqaraning oxirgi 2 oyati, ya'ni Ayatul Kursi o'qilmaydi ekan, u oilaga shayton kirib oladi, shayton o'rnib oladi dedi. Bir oilaga shayton kirib olsa bo'ladi, ayolni eriga qarshi kuch ko'rsatadi. Ya'ni ayoliga "Erin senga kuyinmaydi, senga ahamiyat bermaydi, seni yaxshi ko'rmaydi" deb mushundaq vasvasa qilish orqali eriga dushman qilib qo'ydi. Rafiqasi bo'lgan yo'ldishini raqibi qilib qo'ydi. Eriga vasvasa qilib ayolni boshqa ayollarga selishtirish orqali ko'zda ayolni sat ko'rsatishga tirishadi. Mana mushundaq birisi-birisining jufti, birisi-birisining yerim bo'lgan er ayolni birisi-birisiga raqobatchi, dushman qilish orqali oilaga huzurni buzishga, oilani vayron qilishga tirishadi. Chunki shayton bir oilani yiqsa, musulmonlar ichidagi bir qo'rg'onni yiqqan bo'ladi. Shuning uchun har kuni oila Qur'on o'qishga asla va asla sal qaramasligimiz kerak. Bo'libmi oilasi jidal qurmagan, oilasi huzur bo'lmagan oilalar oilasida Qur'on o'qish, bo'libmi Sura Baqara va Ayatul Kursini o'qishga chuqur ahamiyat berish kerak. Ikkinchisi, Alloh taolo bizni talab qilgandek huzurli, haqiqiy islomiy oila quraylik deydi ekanmiz, bizda sabr bo'lish kerak. Chunki har qanday bir oila bo'ldi ekan, sabr bo'lmaydi ekan, u oila davom qilmaydi, baxtli bo'lmaydi.
Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdek eng taqvodor insonning eng yaxshisi bo'lsin, oilada ba'zi jidallar, ba'zi surkilishlar bo'ladi. Mana bu shunday surkilishlardan faqat sabr orqali o'talaymiz. Eng baxtli turmushning namunasi bo'lgan Hazrati Ali va Hazrati Fatimaning turmushiga qarab qolgan bo'lsak-mo, ularmi jidallashib qolgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir kuni qizni yo'qlash uchun keldi. Qarg'udak bo'lsa, Hazrati Ali kuyog'i yo'q. Hazrati Ali nakatdi dedi. Jidallashib qoldik, chiqib ketdi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Alini izlab bir yerdan topdi. Ya'ni to'piga minib yotgan holatda ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Qum ya Abu Turab, to'pining dadasi qo'pa" deb Hazrati Alining kiyimlarini qaqib uni uyga elib bordi. Demak, Hazrati Alidek bir Fatima Zahrodek bir ayol bo'lsa-mu, ayol kishi uning orasida ba'zi surkilishlar bo'ladi. Shunga siz u sotsial mediadagi, u ijtimoiy tarmoqlardagi nihoyat romantik, nihoyat xushal, hech qanday bir jidal yo'qdek bir oila qurayotganlarga qarab, ular o'zingizning oilasini selishtirib, o'zingizni baxtsizlik his qilmang. Ular faqat go'zal, chiroyli tarafini chiqaradi. Ular rasmga tushib bo'lib qanday jidallarni o'ynaydi, qanday ishlar bo'ladi, siz bilmaysiz. Hech qanday bir oila surkilishdan, jidaldan xoli bo'lmaydi. O'ylab bakın. Hazreti Ömer'nin uyidimi bulatdi. Bir sahabe uydagi masalani shikoyat qilish uchun Hazreti Ömer'nin uyining oldiga keldi. Qarg'udak bo'lsa, uydan ayol bilan jidallashayotgan bir ovoz anglandi. Hazreti Ömer'nin uyidan bo'lsa, mening uyimda bo'lishi normal ekan deb keyiniga qaytdi. Demak, Rasulullohning uyida Hazreti Fatima, Hazreti Ömer'ga o'xshash eng yaxshi insonlarning orasida bir surkilishlar bo'ldi ekan, bizning oilamizda surkilishlarning bo'lishi bu nihoyat tabiiy. O resimdagidek, o kino filmlardagidek, o to'rlardagidek doim xushal va romantik yashaydigan hayot ma dunyoda mumkin bo'lmaydi. Ammo biz ana shunday surkilishlarga savrlar muomala qilgan vaqtimizda undaq masalalarni qutula olamiz va shundaqla oilamizning huzurini saqlay olamiz. To'g'ri, ig'zimiz degan bilan sabr qilmoq intayin tez. Ammo ana shundaq tez bo'lg'achqa Alloh taolo sabr qiluvchilarga ajrini hisobsiz beraman deydi. Va shundaqla Alloh taolo men ular bilan birga deydi. Nima uchun? Tez bo'lganlik uchun. Shuning uchun oilangizda bir ish bo'lib qolsa, sabr qiling. Imkon qadar uningga sirtdan odam aralashmang. Hatto ota-onangiz bo'lgan taqdirdami, imkon qadar o'zingiz oila ichida hal qilishga tirishing. Chunki oiladagi ziddiyat sirtga chiqsa, qar to'piga o'xshash dumlab yo'g'onaydi. Bu ziddiyat ko'paydi, oila vayron bo'ladi. Şeytan xush bo'ladi. Qarab bakın, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Fatimaning qishiga keldi. Hazrati Ali qani degan vaqtida biz azroq bir narsa deyishib qoldik, jidallashib qoldik, chiqib ketdi degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Fatima, nima ish bo'ldi? Sana nima dedi? Sen nima deding?" deb bu gapni ko'childimi? Ko'chilmadi. Faqat Hazreti Ali'ni izlab akirib qo'ydi. Demak, ota-onlarmi yoshlarning turmushiga yiroqdan diqqat qilinglar, ammo ularning ichki turmushiga aralashmanglar. Yoshlarmi, yangi to'yganlarmi imkon qadar masalalarni o'zinglar hal qilinglar. Bilinglarki, baxtli turmushning eng muhim asosi bo'lsa sabr. Sizlarda sabr bo'lmaydi ekan, mayli qancha qatim turmush quringlar, turmushinglar baxtli bo'lmaydi, davom qilmaydi. Biz mukammal bo'lmagandek, bizning xo'ylarimizning hammasi boshqalarga go'zal ko'rinmagandek, qarshi tarafning xo'ylari va yoki boshqalarmi hamma tarafdan mukammal emas. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom er ayolni yomon ko'rmasin. Uning bir xo'yini yoqtirmasa, yana bir xo'yini yoqtirishi mumkin deydi. Shuning uchun sizning ayolingizning yoqtirmaydigan xo'ylari bo'lishi mumkin, ammo hammasini yoqtirmamsiz, undaq emas. Yana bir ortiqchiligi bor. Demak, bir kamchiligi bo'ldi ekan, uning yana bir ortiqchiligi bo'ldi. Bizning shundaq bir kamchiligimiz va bir ortiqchiligimiz bor. Qanday qilamiz? Sabr qilamiz. Bu bir imtihon. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah", ba'zinglarni ba'zinglarga imtihon qildik, sinaq qildik deydi. Er ayolga imtihon, ayol eriga imtihon. Ya'ni erning yomon xo'ylari ayolga nisbatan bir imtihon. Ayolning yomon xo'ylari erlarga nisbatan bir imtihon. Qanday o'timiz? Atasbirun, sabr qila olamsizlar. Ya'ni sabr qilsanglar bu imtihondan o'tsizlar deydi. Demak, Alloh taolo qo'ygan bu imtihondan o'tish va huzurli, xushal oila uchun eng muhim bo'lgan narsa sabr ve chidamchanlik, bo'ldi qilish, kechirib o'tish. Uchinchisi, huzurli oila. Alloh taolo rozi bo'lgan oila qurishimiz uchun er ayollar bir-biriga hurmat qilishi kerak. Ko'pinchamiz hurmatni to'g'ri tushunmasligimiz mumkin. Hurmat qanday bo'ladi? Er ayollar o'tirisida hurmat har bir jins qarshi jinsga uning tabiatiga mos shaklda muomala qilishdan aks etadi. Ya'ni Alloh taolo ayollarni nihoyat nozik yaratdi. Erlar ayollarga muloyimlik bilan, kuyimchanlik bilan yaxshi muomala qilish orqali ularga hurmat qiladi. Bu sababdan Alloh taolo va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va altafuhum bi ahli." Mu'minlar ichida iymon eng komil bo'lgani, axloqi go'zali va oilasiga eng muloyim bo'lgani dedi. Demak, ayollarning nozik tabiati muloyimlikni taqozo qiladi. Biz ayollarning nozik tabiatiga muloyim bo'lgan vaqtimizda unga hurmat qilgan bo'lamiz. Dal shuningdek, Alloh subhanahu va taolo erlarni qo'pol va shundaqla uning tabiatida bir xil ustunlikni talashadigan mushundaq shaklda yaratdi. Shuning uchun ayollarning eriga hurmat qilishi birinchi ulab eriga itoat qilishida aks etadi. Ya'ni qandaq bir ayol eriga itoat qiladi ekan, u eriga hurmat qilgan bo'ladi. Bu hargizmo shaytonlar degandek va yoki oshqun feministlar aytgandek, eriga itoat qilish qulluq va yoki xorliq emas.
U yo'ldoshi qilgan bir hurmat. Tarixdan buyon bizning onalarimiz, dadalarımizga hurmat qilib, ana shunday baxtli oilalarni qurib kelgan. Erlar ayollarning o'ziga qilgan itoat bilan o'zini qadrlik his qiladi, o'zini hurmatli his qiladi, uningdan huzur oladi. U hurmat bilan, ya'ni ayollarning eriga itoat qilishi bilan ayollarga muloyim bo'ladi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom solih ayol degan qandoq ayol degan vaqtida solih ayol qarsang xursand qiladigan, ya'ni sana tabassum qiladigan, qapqini turib olmaydigan, ya'ni dutluqlashib olmaydigan va shundaqla itoat qiladigan va shundaqla sen yo'q vaqtingda omonatingga xiyonat qilmaydigan ayol solih ayol degan. Demak, itoat u erga qilingan bir hurmat, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'ziga bir amal qilganlik, bu bir ibodat. Hargizmi xalq emas, dal aksicha ayolning o'zini qadrlaganligi, yo'ldishini hurmatlaganligi. Shundaqla turmushdagi hurmatning yana bir turi bo'lsa, birisi-birisining aybini yepish. Ya'ni ayolning aybini yepish, ayol erining nuqsonlarini ko'rmasga selish va uni yepish, mana bu hurmat. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo ayollar sizlarga kiyim, sizlar ularga kiyim deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo erlarni ayollarga kiyim qildi. Ya'ni erlarni ayollarni qo'daydigan, ularga bexatarlik tuyg'usi beradigan va shundaqla kiyim degan qanday qiladi? Ayblarimizni yapadi. Ya'ni ayollarning aybini yapadigan qildi. Va shundaqla ayollarni mu erlarga kiyim qildi. Ya'ni erlarning aybini yapadigan, uning nuqsonlarini sirtqa yaymaydigan, sirlarini saqlaydigan mana shunday kiyim qildik deydi. Demak, ayollarning mana shunday birisi-birisiga kiyim bo'lishi, birisi-birisiga qilgan hurmatidir. Undan boshqa hurmat erning ayolning ota-onalariga hurmat qilishi, ularga yaxshilik qilishi va shundaqla ularga xuddi o'zining ota-onalaridek muomala qilishini aks etadi. Shundaqla ayollarning erlarning mehmonlarini yaxshi kutishi, ularning ota-onalariga hurmat qilishi, qulda bo'lsa imkon bo'lsa ham ularning xizmatini qilish orqali aks etadi. Bularning hammasi hurmat va shundaqla bularning hammasi sog'lom oila, xushal oila qurishning asoslari. To'rtinchisi, shayton xafa bo'ladigan, Alloh taolo rozi bo'ladigan huzurli bir oila qurayli deydi ekanmiz. Ayollar moda qo'llashdan saqlanish kerak. Bugungi kunimizda har bir narsaning har xillari va modasi va har narsa yangi chiqib turadi. Mana shu masala kelgan vaqtida ayollar qanoatchan bo'lishi kerak. Erining kirimiga qarta harakat qilishi va xarajat qilishi kerak. Aksicha bu xil moda qo'llashga tushib qolsa, erining kirimidan uning xarajati eshib ketsa, eriga besim akiladi. Bu besim erining ochiqini yomon chus qilib qo'yishi mumkin va shundaqla ayolni qanotsiz qilib qo'yadi. Erning qilgan yaxshilikni ko'madigan, uningga tuzkorlik qiladigan Rasululloh eskartgan va ogohlantirgan ana shunday ayollardan qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uritun nar fa iza aktharu ahliha an-nisa. Menga dozoq ko'rsatildi. Dozoq ahlining ko'pinchisining ayol ekanligini ko'rdim dedi. Nima uchun? Yakfurna. Chunki ayollar kufr bo'ldi ekan dedi. Sahabayallah ekfurna billahi ya Rasulullah, ey Rasulullah, ayollarning ko'p sonliqi Allohni inkor qilam degan, Alloh kufr qilam degan dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yakfurna al-ashira va yakfurna al-ihsan, ular eriga tuzkorlik qiladi, yaxshilikqa tuzkorlik qiladi deydi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hadisning davomida law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, sen ayollarga umr bo'yi yaxshilik qilib, thumma ra'at minka shay'an, ondan keyin sendan bir yomonlikni ko'rib qolsa, ma ra'aytu minka khayran qat, men sendan hech qanday yaxshilik ko'rmadim deb qilgan yaxshilikning hammasini inkor qiladi deydi. Ayol xonimlarimiz bu masalaga nihoyatda diqqat qilish kerak. Chunki bu ayollarning tabiatida bor. Erlar to'xtamay yaxshilik qilib, bir qatim yomonlik qilib qolsa, u yomonlik qilganini qat'iy unutmaydi. Hatto qanda yomonlik qilganini, qachon yomonlik qilganini, soat nechida yomonlik qilganini, uningga necha yil bo'lib ketgan bo'lsa, uni esidan chiqarmaydi. Ammo qilgan yaxshiliklarining hammasini unutib ketadi. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek, necha yil o'y tutib, sendan yaxshilik ko'rmadim deydi. Bu gap erkishga nihoyat ig'ir keladi, jidal boshlanadi, oiladagi huzur buziladi, shayton xo'sh bo'ladi, ig'irlashgan vaqtda oila vayron bo'lishi mumkin. Demak, bu noktada ayollar o'zining ojizligini his qilib, erlarning yaxshiligini unutmaslik kerak. Shundaqla bir qatim xatolashib qolsa, bir qatim eskilik qilib qolsa, bu qilib o'tishni bilish kerak. Chunki bilganimizdek, oila degan maktab degan gap. Ota-ona, ayol bu maktabning o'qituvchilari. Farzandlar bo'lsa, Allohning bu maktabga bergan omonatlari, ya'ni Allohning omonat o'quvchilari. Ota-onalar sabr orqali, muloyimlik orqali, kuyimchanlik orqali, ayollar itoat orqali, ya'ni birisi-birisiga bo'lgan muomalasi orqali bolalarga dars o'tadi. Ya'ni ayollarning birisi-birisiga bo'lgan muomalasi u bolalarga o'rgatilgan ovozsiz darslar. Shuning uchun yangi to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar zihnida shuni hozir qilish kerakki, men turmush qurish orqali bir maktab ochmoqchi, men u maktabning o'qituvchisi bo'lmoqchi, o'qituvchilik vazifasini ustimga olmoqchi deganda buni esda tutish kerak. Va shundaqla shunga iddia jihat tayyorlik qilish kerak. Erning axloqi yaxshi bo'lsa, u maktabdagi bolalarning axloqi yaxshi yetiladi. Erlar kuyimchan bo'lsa, farzandlar kuyimchan yetishadi. Ayollar itoatkor, axloqli bo'lsa, iffetlik bo'lsa, qizlar iffetlik cho'ng bo'ladi. Demak, ayollarning munosabati bolalarni tarbiyalaydigan bir dars. Bir ayol sabr qilolmay oilani buzdi deganlik, bir maktabni yiqdi deganlik. O'quvchilarning hammasini zayo qildi deganlik. Allohning omonatini zayo qildi deganlik. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ar-rajulu ra'an fi ahlihi va huwa mas'ulun anhum. Er kishi oiladan mas'ul. U oilaga omonatdor. U oilasininki, oila maktabining mudiri. Alloh taolo u er kishidan oilasi haqida so'raydi deydi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. Bir ayol kishimi yo'ldoshining uyida, ya'ni oilasida omonatdor. U bir o'qituvchi, u bir mudir va hiya mas'ula. U so'roqqa taqlidi deydi. Shuning uchun oiladagi er va ayol men dada va yoki men ana deb qo'ymasdan, men bir o'qituvchi, men bir mas'ul, men
men bir omonatdor deb bilish kerak. Va shundaqla qilgan gaplarining hammasining farzandlarga ta'sir ko'rsatganligi va shundaqla ularning o'zaro jidallashib emas, yaxshi muomala qilish orqali bolalarda yaxshi xarakter yetildirish kerak ekanligi va shundaqla bolalarga yaxshi axloq va shundaqla kuchli iymon tarbiyasini berish kerak ekanligi bu haqda Alloh taolo ulardan so'raydiganligini esidan chiqarmaslik kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ma nahala walidun waladan afdalu min adabin hasan. Bir dada balasiga go'zal axloqdanmi yaxshi narsa berolmaydi deydi. Qarpaqdigan bo'lsak, bolalarimizga qancha iqtisodiy jihatda qo'llayli, lekin axloqiy jihatda ularga yaxshi dars bermasak, ya'ni oilamizga, ayolimizga yaxshi muomala qilib, bolalarimizga axloqiy jihatda yaxshi dars bermasak, biz bolalarimizga yaxshi narsa bergan bo'lmaymiz. Bolalarimizga beradigan eng yaxshi narsa go'zal axloq. Bu go'zal axloq erning ayol qilgan muomalasida, ayolning eri qilgan muomalasida aks etish orqali bolalarga singadi. Shundaqla oila bir musulmonga nisbatan mehr muhabbat bushki. Farzandlar bu oiladan mehr muhabbatdan iborat bu ozuqni olish haqqi bor. Agar ayollar inoq o'tmay, xushal o'tmay, huzurli muhitni yaratmay, bolalarini sevgisiz, mehrsiz qo'ydi ekan, Allohning oldida so'roqqa tortiladi. Mehrsiz cho'ng bo'lgan bolalar vafosiz cho'ng bo'ladi, vijdonsiz cho'ng bo'ladi, gunohdan o'zini topmaydigan buzuq xarakterli cho'ng bo'ladi. Shuning uchun ota-ona bo'g'ichi va yangidan to'y qilmoqchi bo'lganlar o'zlarini men bir turmush qurman deb emas, men bir mehr muhabbat uchuqi paydo qilaman deb o'ylashi kerak. Shundaqla oilasini mehr muhabbatga to'lgan holatga keltirishga tirishish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom navvalariga bolalarga nihoyat mehr berdi. Bolalarini ustiga chiqib o'yintatdi, o'zlari ot bo'lib shundaq o'ynatdi va shundaqla ularni suyaytdi, hidlaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qatim o'zining navrisini so'ygan vaqtida qashida bir odam xuddi cho'ng ish qilayotgandek, mening 10 balam bor, birisini suyab boqmadim dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom man la yarham la yurham. Qanda bir odam rahim qilmaydi ekan, mehr muhabbat bermaydi ekan, shafqat qilmaydi ekan, u odam Allohning mehr muhabbatiga erisholmaydi, Allohning rahmatiga erisholmaydi dedi. Demak, oilasini mehr muhabbat bishga aylantirmagan er, shundaqla bolalarga mehr muhabbat bermagan ayol Allohning rahmatiga erisholmaydi. Biz mana shundaq maktabni haqiqiy ma'nosi bilan uni bir maktabga, uni bir mehr muhabbat uchuqiga va shundaqla huzurxonaga, qalb shifoxonasiga aylantirgan vaqtimizda ondan keyin haqiqiy islomiy oila qurgan bo'lamiz. Mana bu nuqtadan oila haqiqatan muqaddas. U yerda erning qalbi shifo topadi. Ayollar bexatarlik tuyg'usini oladi. O'zaro birisi-birisiga hurmat qiladi. Birisi-birisining aybini yapadi. Farzandlar u yerdan mehr muhabbat uzuqini oladi. Mehr muhabbat bilan vafolik, vijdonlik cho'ng bo'ladi. Yaromlik avlodlar yetishib chiqadi. Bir oilaning yiqilishi deganlik, bir sepilning, bir qo'rg'onning yiqilishi deganlik. Shaytonning hujum qilishi uchun ishqlarning eshishi deganlik. Bir oilaning yiqilishi deganlik, bir maktabning yiqilishi, bir mehr muhabbat uchuqining o'chishi deganlik. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom abghadul halal ilalloh at-talaq. Allohga eng yomon ko'radigan halol ish bo'lsa taloq deydi. Halol bo'lsin nima uchun yomon ko'rdi? Alloh faqat bizning manfaatimiz uchun, faqat bo'lmaganda bir chiqish yo'li qo'yish uchun taloqni yo'l qo'ydi. Lekin Alloh bek yomon ko'radi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandoq bir ayol sababsiz, ya'ni zulmga uchurmadi, yo'ldoshi uningga zulm qilmadi, mushundoq turib sabr qilolmay, go'zal oilasini qo'g'dimay eridan taloq talab qiladi ekan, u ayol jannatning purqini puriyolmaydi dedi. Nima uchun? Çünkü bu ayol bir Müslüman qo'rg'onini yiqdi. Çünkü bu ayol bir maktabni yiqibatdi. Allohning omonatini zayo qildi. Mehr muhabbat uchuqini o'chirvatdi, yo'q qildi. Shaytonni xush qildi, Allohni norozi qildi. Shuning uchun mayli er olsun, ayol olsun, shaytonning qiltig'iga dastlab asla va asla oiladan iborat bu muqaddas o'rinni buzmanglar. Ajrashmanglar. Shaytonning o'yiniga kelib Allohni norozi qilmanglar. Turmushim davom qilsin, farzandlar yetim bo'lmasin deb turgan bedallaringlar, qilgan sevranlarning hammasi qiyomatda sizlarni kuldiradigan, sizlarni xush qiladigan savob bo'lib oldinglarga chiqadi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Yaxshilik qilganlarning hargizmi ajrini zayo qilmaydi. Oilangizni saqlab qilishni to'lagan badalingizni shaytonga qarshi qilgan kurashim, jihodim deb biling. Oilangizni saqlab qilishni ko'rsatgan tirishchilig'ingizni millatim uchun, xalqim uchun, vatanim uchun qilgan bir xizmat deb biling. Çünkü oila vayron bo'lsa, farzandlar baxtsiz bo'ladi. Avlodlar mehrdan mahrum bo'ladi. Uyg'ur musulmon farzandlari zayo bo'ladi. Allohning omonati zayo bo'ladi.